Zamon xabarlari. Shveysariyaga ko'chib o'tish evaziga $26,000 va'da qilinmoqda. Alp tog'lari manzarasiga boy Shveysariyaning Albinin qishlog'i odamlarga ko'chib o'tish uchun 20,000 Shveysariya franki, taxminan $26,000 taklif qilmoqda. Oilalarga, shuningdek, har bir bola uchun qo'shimcha ravishda $13,000 dan to'lanadi deya aniqlik kiritadi Holiday Price sayti. Qayd etilishicha, ushbu tashabbus tumanning depopulyatsiyasiga qarshi kurashishga qaratilgan. Biroq go'zal qishloqqa ko'chib o'tish unchalik oson ish emas. Chunki taklifning bir qator qat'iy talablari mavjud. Albininning potensial yangi aholisi qishloqdan uy sotib olishi kerak bo'ladi. Uy-joy narxi 200,000 Shveysariya franki, $243,000 atrofida bo'ladi. Bundan tashqari, dasturda ishtirok etish uchun 45 yoshdan kichik bo'lish kerak. Ko'chib o'tish uchun katta miqdordagi to'lovni olish evaziga bajarilishi kerak bo'lgan asosiy talab ariza beruvchi Albininda 10 yil yashashi va oxir-oqibat Shveysariya fuqarosi bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan boxabar qilgan jurnalist Sevinch Oy Zafar qizi.